Protruzyasi bilan ketadi. Demak, yuqori jag'ni alyalar protruzyasi, pastki jag'ni norma protruzyasi bilan ketadi. Demak, faqat o'zgarish yuqori jag'da bo'ladi. Yuqori jag tish qatorlar oldiga nima deydi? Itarib bo'lib chiqadi. Yuqori jag'ning alyalar protruzyasi bilan ketadigan tip. Ikkinchi turi pastki jag'ning alyalar retruzyasi bilan ketadigan tip. Demak, bu yerda aybdor pastki jag tishlar. Alyalar tishlar, ya'ni bu yerda ham tishda o'zgarish bo'ladi, ham alyalar suyakda bo'ladi. Jag'ning tanasi siljmaydi. Uchinchi tipi yuqori jag'ning alyalar protruzyasi, pastki jag'ning alyalar retruzyasiga keladi. Ikkala jag' aybdor deydi. To'rtinchi tipi yuqori jag'ning alyalar protruzyasi, pastki jag'ning alyalar protruzyasi. Biprognatik tip deyiladi. Kim tushunmadi? Ketdi. Distal prikus to'g'risida, ya'ni prognatik prikusning distal tipi 5 ga bo'linadi. Birinchisi, endi so'z o'zgaradi o'rtada. Ras bu yerda distal ketyaptimi? Demak, bu yerda yuqori jag' ham siljigan bo'lishi mumkin. Jag'ning o'zi ham katta bo'lishi mumkin. Shu tipda bo'ladi. Faqat nomi boshqacha. Yuqori jag'ning distal demak, prognatik distal tipida aytiladi. Yuqori jag'ning alyalar yoki maksillar protruzyasi. Chunki maksillar so'zi qo'shilayotganda, rasm siljayotganda jag'da o'zi ham kallaning asosiy nisbatan siljigan bo'lishi mumkin. Tushuntirdimmi? Demak, yuqori jag'ning alyalar yoki maksillar protruzyasi. Ikkinchisi, pastki jag'ning alyalar protruzyasi. Pastlarda maksil ishlatilmaydi. Pastki jag'ning alyalar protruzyasi. Yuqori jag'ning alyalar yoki maksillar protruzyasi, pastki jag'ning alyalar retruzyasi. Uchinchi tipi yuqori jag'ning alyalar yoki maksillar protruzyasi, pastki jag'ning alyalar retruzyasiga ketadigan tip. To'rtinchi turi yuqori jag'ning alyalar yoki maksillar protruzyasi va pastki jag'ning alyalar retruzyasi. Qo'shma ketadi. Retruzya, protruzyasi bo'lmasa retruzya. To'rtinchi tip yuqori jag'ning alyalar yoki maksillar protruzyasi, pastki jag'ning alyalar protruzyasiga ketadigan tip. Tushuntirdimmi? Va endi 5-tipi mandibulyar retruzya. Mandibulyar retruzya tipida bo'ladi. Demak, bu yerda tish qatorlarida o'zgarish bo'lmaydi. Jag'da o'zi bo'g'ini orqasi siljigan bo'ladi. Yoki pastki jag' o'zi o'smagan bo'ladi, kichkina bo'ladi. Kim tushunadi? Mana bu holat demak 5 ta tipga bo'linar ekan va 5 tip uchun alohida klassifikatsiya yaratilgan. Biz aytdik, rus olimlar klassifikatsiyasi jami distal prikusning 4 ta turi bor ekan. Va 4 ta turda protokol qilish mexanizmi. Siz qaysi apparatdan foydalanishdan qat'iy nazar, qanaqa apparat tanlayapsiz, Brexit qilyapsizmi, plastinka qilyapsizmi, yo bo'lmasa bir qanaqa boshqa apparatdan qilyapsizmi, farqi yo'q. Aligner qilyapsizmi? Mexanizm degan maqsad mazmunga qarab protokol bo'linadi. Yuqori jag'da o'stiramiz, past jag'da o'stirmaymiz, yoki past jag'da kichaytiramiz, yoki ikkala jag'da ishlaymiz degan narsani bilish uchun. Tushuntira oldimmi? Ukrainaliklar. Ukrainada Poltava klassifikatsiyasi bo'yicha bizda jami necha bo'linar ekan? 9 ga bo'linar ekan. Endi Amerikaliklar nimani o'ylab topdi? Amerika klassifikatsiyasi, Amerika ortodontologiya assotsiatsiyasi klassifikatsiyasiga ko'ra distal prikusning o'zi 32 ta turga bo'linadi. Va har bir turini o'zini davolash protokoli bor. Nima? Farqi nimada? Qarang. Yuqori jag'ning makrognatiyasi, pastki jag'ning norma gnatiyasi. Yuqori jag'ning prognatiyasi, pastki jag'ning norma gnatiyasi. Ya'ni makrognatiya nima? Yuqori jag' ham yonga ham oldiga kattalashib ketadi. Haqiqiy jag'ning kattalashi. Prognatiya nima? Yonga o'zgarmaydi, faqat oldinga o'sadi. Keyingisi yuqori jag'ning protraksiyasi, plus pastki jag'ning norma gnatiyasi. Endi chiqib o'zgaradi xolos. Keyingisi yuqori jag'ning protruziyasi va pastki jag'ning norma truziyasi. Tishda o'zi o'zgaradi. Tishda ukloni o'zgaradi. Alyalar suyakka tegilmaydi. Tushuntirib buni? Tishda o'zini ukloni o'zgaradi. Ketdi. Ana endi ketadi.
Yuqori jag'ning makrognatsiyasi, pastki jag'ning mikrognatsiyasi. Yuqori jag'ning makrognatsiyasi, pastki jag'ning retrognatsiyasi. Yuqori jag'ning makrognatsiyasi, pastki jag'ning retroziyasi. Yuqori jag'ning makrognatsiyasi, pastki jag'ning retraksiyasi. Ketdi. Tushuntiryapmi? Yuqori jag'ning prognatsiyasi, pastki jag'ning makrognatsiyasi. Yuqori jag'ning prognatsiyasi, pastki jag'ning qanaqasi? Retrognatsiyasi. Yuqori jag'ning prognatsiyasi, pastki jag'ning mikrognatsiyasi ketaveradi. Demoqchi bo'lyapman, mana shu kombinatsiya 32 ga bo'linadi. Tushuntira oldimmi? Demak, biz transversal sagital patologiya o'zini mezial uchun 32 ta, distal uchun 32 ta, jami 64 ta protokol. Kimdir kelajakda AQShda ishlayman, Kanadada ishlayman, Meksikada ishlayman, Braziliyada ishlayman desa, Angliyada ishlayman, Irlandiyada ishlayman desa, aynan Amerika ortodontlar assotsiatsiyasining klassifikatsiyasidan foydalanadi va buni bilish kerak. Ularda tem bo'l hali birinchi protokolda siz 7-chi, 8-chi tipga, 17-chi tipga qo'llab qo'ysangiz sudda oldin javob berasiz. Va har bir protokol yodlanadi o'rtoqlar, kim tushunmadi. Xo'p. Jahon tajribasida bugungi kunda dunyo aholisi salkam 70 milliard, 7 milliardga yaqinlashyapti. Oshdi ham shekilli o'zi, lekin statistikada 7 milliardga yaqinlashyapti. Bilasizlar, Xitoy birinchi o'rinda turadi, bugungi kunda Hindiston birinchi o'ringa chiqib oldi. Aynan aholi soni bo'yicha. Va dunyo aholisini statistika bo'yicha qaranglar, 15-20% prognatik prikusga chalingan ekan. Bu ortodontik patologiyalarcha eng yuqorisi hisoblanadi. Boshqa unaqa kasalligimiz yo'q bizning. Karies bor. Karies ko'rsatkichi O'zbekistonda 87%. Dunyo tajribasida o'rtacha 30% dan 99% gacha boradi. Lekin karies bizning kasallik emas-da. Karies terapevtlar davolaydigan kasallik. Ortodontlar kasallik ichida eng ko'p uchraydigani prognatik prikus. Jami demak, dunyo aholisi har 5 dan bittasi uchraydi bu kasallik. Hozir bu yerda 20 tadan o'tirgan bo'lsa, demak 5 dan biri 4 tadan prognatik prikus bor deydi. Va umumiy stomatologik kasalliklarda, ya'ni tish jaqsizma anomal deformatsiyalarning ortodontik patologiyalarda 31.3%ni aynan prognatik prikus tashkil qiladi. Bu nima degani? Demak, har 3 ta murojaat qilgan kasallik bittasi aynan prognatik prikusdan keladi. Prognatik prikusni bilmagan odam yaxshi ortodont bo'lmaydi degani. Aynan patologiyalar bor, kam uchraydi. Kesishgan prikus kam keladi o'rtoq. Demoqchi bo'layotganim, juda ham hali doimiy murojaat bo'lmaydi, lekin aynan prognatik prikus bo'yicha muammo ko'p. Shuning uchun ham qaysi ortodontga borsangiz, brek naborda ochadi, tepa qism ishlatilaveradi, pastini tashlab qo'yaveradi. Tepa chunki ko'p. Prognatik prikus muammosi o'ta ham ko'p ekan. Nimaga ko'p? Shu qiziqmaydi. O'tganimiz men bitta narsani tushuntirgan. Nima uchun ko'p bu? Yo'q, yana nima uchun bizda prognatik prikus ko'p? Chaqaloqlikda Hop, nima bo'ladi? Genetik faktor yo'qmi? Butun insoniyatga xos bo'lgan genetik faktor bunga yo'qmi? Nima o'ylaysizlar? Hozir tashqi ta'sirda bo'ladi. Tashqi ta'sir hamma joyda, Afrikada ham, Tundrada ham, Sibirda ham hammasida shunaqa tashqi ta'sir bormi? Nima omil? Ovqatlarni misol. Ovqatlar hammada haqli. Yaponlar guruch yeydi, o'zbeklar non yeydi, qirg'izlar go'sht yeydi ko'proq. Misolcha aytyapman. O, Riga tomon borasiz, ular faqat balo yeydi, mana bu bolta bo'ydilar. Menimcha genetik kichkinayaptimi odamlar? Genetik kichkinayaptimi? Bilmadim. Nima uchun biz prognatik prikusga moyilmiz? Habirov beradi. Professor Habirov Umar ortopedik stomatologiya, gospital ortopedik stomatologiya kafedra mudiri Toshkent davlat stomatologiya instituti professori aytyapti. 2016-yil bergan ma'lumot. Bugungi kunda respublika aholisini bolalar o'rtasida har ikkitadan bitta bolani ortodontik yordamga muhtoj. Asosiy sababi shu. Demak, bolalarimiz 50% ortodontik yordamga muhtojdir. O'smirlar orasida bu ko'rsatkich 3 dan 33% ga to'g'ri keladi. Ko'ringlar, bizda mamlakatda aholi o'rtasida unaqa katta, nima deydi, aholining yarmiga yoki 3 dan 1 ga xavf soladigan kasallik yo'q. Qaysi kasallik bor? Covid bo'ldi deylik, Covid tarqaldi. Xo'p, qancha yarim aholi bo'ldi Covid? Yo'q, statistikani qaranglar. 3 million, 5 million, 7 million bergan. Sakin 40 million aholining ichida 25% yetmayapti. Ortodontik muammo bugungi kunda 50% xavfi bor deyapti ular. Nima uchun?
50% katta ko'rsatish o'rtoqlar. O'zbekchada shunaqa so'z ishlatiladi. Tishsiz jag'lar munosabati degan. Nima deyadi? Tishsiz jag'lar munosabati. Nima degani? To'liq tishlar yo'qotilganda holatda, bizga tish chiqmagan holatda. Bizlar holatda yana shu to'liq Biz tishlar inovatga olmagan holatda alyalar usullarini yoki jasoirni o'zaro munosabatini qachon bo'ladi? U demak tishlar bor paytida bu hayolan bo'ladi, ya'ni bundan tekshiruv ko'rish mumkin. Endi tishlar yo'q paytda buni biz klinik holatda og'izda ko'ramiz ekan. Xo'p, inson hayoti davomida tishsiz jag'lar munosabati 6 davr bosib o'tadi deganmiz o'tgan 4-kursda. Eslaymiz. Bundan 5 davrini ortodontda o'rganadi deganmiz. Bitta davrini ortopedlar o'rganadi deganmiz. Tishsiz jag'lar munosabati 6 davr. Shuni bilsak, demak biz genetik muammoda emas, nasliy biz bunga nima deymiz? Hukm qilinmaganmiz. Nasliy belgi bo'lsa iloji yo'q. Hukm qilingan hisoblanadi. Bo'ldi, bundan qocha olmaysiz. Biz moyillik degan narsamiz bor. Shunga moyilroqmiz. Ya'ni biz pragmatik turishga moyilmiz. Hamma odamning jag'i shunga moyil o'tadi. Tushuntirib oldingmi? Xo'p. Qaranglar. Kim biladi 6 davr? Qizlar ustalar qizlarlarcha vobshe gapirmaydi ekan. Kamga? Yo, mayli, tabiatan bunday jamiyatda kamroq gapirgani qaysi foydalidir, lekin bitta tomoni bor, darsda emas-ku, ukalar. Starsa qani? Ertaga domlalar biz o'tib ketdik.